Ko'rayotganlar Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq Adabiyot san'atchilar birlashmasi El Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib tashkillangan Şinjan Paridio xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorlikni ustiga olgan Şinjan Faxriy savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan Toshqin guruhi alohida qo'llagan Paridio milliard kulki sahnasi. Salam, hürmetli ustazlar. Jiroq yaqindan mushu inimiz Ro'zaxonning faoliyatini qo'llab, Paridio milliard kulki sahnasini qo'llab, jiroq yaqindan so'rinimizga naq maydon jam bo'lgan qarindoshlar. Hammanglarga o'tliq salom. İnimiz Ro'zaxon o'zining ajr mehnati orqali ili chaqchaqlarni shaqlantirib, ajr qilib, uni tokosho shaklida xalqqa taqdim qilib keldi. Tomoshabinlarning qizg'in olqishiga, yaxshi ko'rishiga erishdi. Bir asarning vujudga kelishi, ijod bo'lishi, uning bugünkidek e'tiborga erishishi oson emas. Buning uchun Ro'zaxon ustozlarni ustoz tutib o'rgandi, kech-kunduz tafakkur qildi, o'zining kam taraflarini to'liqladi. Bu jarayonda uning barliq ishlariga hammalarga tanishlik bo'lgan bizning san'atkorimiz Şinjan Opera Teatrining san'atkori Xalmurat Ömer ustoz başdan oxir Ro'zaxonning qo'ldan yetilab, uning mushu rol ilish, chaqchaqlarga jon kirgizish, buni bog'lanma tasavvur orqali bir butun bir ijodiyatga aylantirib, kishilarga kulki taqdim qilish, aktiv energiya taqtish qatorliq jihatlarda uning yendi turib, bugunkidek uning ko'z ko'rinishiga, obro'y qozinishiga bevosita yordam berdi. Xalmurat Ömerga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Uningdan boshqa har qanday yaxshi bir ijodiyatni, adabiyot san'at asarini bugungi kunda iqtisod davrida uni korxonlar qo'llamasa u vujudga chiqmaydi. Uning tajidorligini olgan Paridio shirkatidagi Farizat xonimga, uningdan boshqa Faxriy shirkatidagi Ro'za apandimga, uningdan boshqa Toshqin guruhidagi Muhammad Tursun apandimga, Toshqinga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Ro'zaxonning ili chaqchaqlari qo'shgan to'pisiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Balkim Ro'zaxonning tokoshosi sog'lom, sifatli, mukammal va abadiy bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. O Dilmok tağlarıga bağrını yaqqan xilvat sahra Jag'astay töpülügüde köz açtı. Goya zumrat bulaqlar cimırlap köz açqandek. Tang tuşları bilen tang qiygitip östü. Şivaqlıq dallardaki kepsiz oğlaqlardek. Akıllarıga əgişip xamanda altun çəş ayrıdı. Köktiki yıldızlarını bağrıga qondurğandek. Axnandek mehri ıssıq addi insanlarının yekişlik paranglarını inek yülep anladı. Xamanda, bağda, doxmuşda, baranglarda. O odatdagi ishlarni qiziq so'zlab bergan kishilarni ko'g'inida so'yinatdi, kulatdi. Keyincha uning paranglaridan yurtdoshlari so'yinadigan, kuladigan bo'ldi. Vatan tuprog'ida yashagan har millat xalqi davrning imkoniyati yaratgan baxtiyor kunlardan har qachon minnatdor. Arzu bilan yashayotgan yoshlar ijodiyat va yangilikqa to'lgan mag'rur qadamlardagi utuq va natijalardan har doim xushal. Şinjanni madaniyat orqali ozuqlantirish chaqiriqining turtkisida güzel davrni, yaxshi ishlarni, oliyjanob ruhni manba qilgan nodir asarlar kayni-kayndan maydonga kelib, ma'naviy turmushimizni uzluksiz beyitdi va ijodiyat qizg'inligimizni hassilab urg'utdi. Mana shunday ta'xirsiz sharoitning turtkisida yosh chaqchaqchimiz Ro'zaxon Tudaxon ustoz chaqchaqchilarning izini besib, Ülgülük taraflardan örnek ilip üzlüksüz toplaş, ügünüş, tədqiq qilish, yenilash orqali jalbkor san'at hesaplangan talk show shaklidagi tor televiziya programmasi milliard sahnasini loyihalab va yo'lga qo'yib, har millat tomoshabinlarning yaxshi ko'rishiga va qo'llab-quvvatlashiga erishdi. Yosh chaqchaqchi Ro'zaxon Tudaxon atrofida yuz bergan odam va voqealarni jonliq shaklda so'zlab, kishilarni inoqlikqa, chinlikqa, yaxshilikqa undidi. Yaman xo'y, nachar odat va bo'lmug'ur qiliqlarni so'kdi va qamchiladi. O bugungi davrning mas'uliyatchan yigiti bo'lish sifati bilan Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlab, aktiv kayfiyat yaratib, kishilarni kulki manziliga, xo'shallik posilga, umid vodisiga boshladi.
Uning har minutda kulki qo'zg'aydigan qiziqarliq bayonlardan hayotga bo'lgan ishtiyoq, turmushga bo'lgan fidokorlik va kelgusiga bo'lgan cheksiz umidni his qilamiz. Aramızda bir yigit zaman makonni kuylab, davrga minnatdorligini bildirib, atrofimizdagi bizga tonish hikoyalarni chaqchaq vositasi bilan so'zlab, qalbimizni shodlikqa to'ldirdi. O aramızda davamlıq hikoya so'zlab, bizni goh tiliqtirib, goh o'ylantirib, bizga hayotning rangdor va go'zalligini takror his qildirdi. U yana aramızda davamlıq hikoya so'zlaydi. Bizni kuldiradi. Bizga umid bag'ishlaydi. Biz uning bundan keyingi ishlarga teximiz zo'r muvaffaqiyat tilaymiz. Salam, hürmetlik aziz tomoshabinlar. Sizlarni ko'rib shunda xush bo'ldim. Hayojinim ishim bu patmayotdi. Ben dunyoda bunday xush bo'lib boqmabdi menga. Chunki
Bugungi kechiligimga meni beqib cho'ng qilgan ota-onam, meningki kasbiy jihatda meni tarbiyalab yetishtirgan Xalmuratkan boshliq ustozlarim, Şinjanның har qaysi jutlaridan kelgan san'atkor cho'lponlarimiz, ustoz aka hadlarim, ziroq yaqindan kelgan aloqalarim qatnashib berdi. Hammanglarga men Ro'zaxon Tudaxondan o'tliq salom. Rahmat. Bugun men to'lim xursand bo'ldim. Endi bunda bir narsa o'ylab qo'yapman-da. Mashhad o'tagan tomoshabinlarimiz sizlar shu dunyodagi bir baxtli bir odamlar ekansizlar. Unda desam, milliardning tomoshabini bo'lganimiz uchun mushtaq bo'lib qoldikmi deb xato tushunib qolmanglar. Chunki bir odamning ajri uchun, bir odamning hurmati uchun, bir odamningki izzatini qilamiz, madad beramiz deb oltindimi qimmat vaqtlarini ajratib, ne muhim ishlarni tashlab qo'yib, bir dastidan atir purab turadigan gulni ipkagidek qalbi bor odamlardan baxtli odam bo'laman. Rahmat sizlarga. Kel chiroyli davoldim men gapimni. Chiroyli chaqchaqamoq oson-mi? Chiroyli gapirmoq tez shu. Biz birinchi qitimliq milliard sahifasini 2021-yilda suratga oldik. Bu chaqda 20 tomoshabin bilan qilgan. Masalan, kon cho'pqatlarimdan shu Shamsiyadam, Nurnisadam, kon g'iriyadalarimda Xalmuratgam, Qaysarkam, Gulsham, shular bilan. Ikkinchi qitimliqda 5 odamni ko'paytib 25 tomoshabin bilan uni qilib olgan. Bu da 125 dan ortiq tomoshabinlarimiz keldi. Hammanglarga mendan yana bir navbat rahmat. Akalarımga ko'p rahmat. Ablatkam bayan nayt anglab turdim. Chiroyli, nayt fasohatli katta gaplar bilan boshlab berdi. Endi Ablatkam bir til ustasi, liqidi ichida bir bilimi bor, bir biz taptatadigan bir akimiz. Bo'libmi shu Shamsiyadam, Nozgul, Nijat Valiyaqub shu riyosatchilarning hammasi bek cho'ng bildi. Ablatkamning bilimi jiqda ichida. Endi bular davomli bir ishlar besh qasam shu Ablatkam bilan paranglashib hal qildi ekan-ku bu ishni. Nayt ishitki bilimni ayab qolmay beriyotdi. Yoshlar taraqqiysin deb. Shunga men nima bir paranglashib baxmayman shu Ablatkam bilan deb xato ditlabdi medgina Ablatkamni. Bu Ablatkam bilan paranglish uchun yomon nurg'un seviyaga ketdiga qara. Paranglashdim Ablat aka, desam, "Bunda bir turish Ablatkamning." Amdan gapim qilgan ekan, "Ha, darada besh chiqdi." Shuni bilan dedim-da, "Aka, men deb tirishyapman, lekin yani o'zim rozi bo'lganda qilaman. Men qanday qilsam bu chaqchaqni texmi payza, texmi cho'ng sakillarda o'rindami deb oddiy bir gaplarni gapirdi-ku deb Jag'istondagi saviyarim bilan so'rayapman. Hamda Ro'zaxon bu chaqchaq degan bir abstrakt uqumdi dedi. Voy, cho'rt bilmayman-ki men abstrakt deganni. Bilmedim aka deysem kendiki gaplarni depamaydi-da. Qasddan bugun gapga fikr oldim. "O, aka, abstraktning bu nima aytvoring deb. Qaratkamning bir abstrakt vatga kiysam yomon cho'ng menga. Ana ashtaq tushunmayman-da u abstrakt deganni. Shuni aka deb, endi oxirini depagin demamdi, keyindi men hazm qilaligidek gaplarni deydi-ku deb oxirini depagini aka desam, endi bu sening shaxsig'ini konkretlashtirsak, saqan bu ijobiy, salbiy tarafdan chiqib, shu nuqtai nazariyasidan o'tib, eski buning funksiyalik, sithilik taraflaridan konkur analiz qilsang, bu shu bir turg'unlik ega, tundurma madaniyat etilumi egasi edi. Sizlar tushundinglarmi bu gap? Dada, umringda anglab baxmagan gaplar. Bu o'ribsiz yashamoq yomon tez. Shuni bilan qanday qilma tushunmayman. Ha, rahmat. To'g'ri aka shu debchi, tushungan qiyofat kirib, rahmat Ablat aka. Itlumiga yomon muhim keldi deb. Ketib qanday qilma yashamsaydim tilib urma, ya ustozim Xalmuratgam urma. Xalmuratgam ishta deydi itlumiga dedi, istihillik dedi. Nim degini desam,
халкам әмді маңға Жағыстайчы білген екен ішкіміз. Жағыстайчы чөндіріп қойды. O açta kılıp obletçini 3 yıl dügendim ben. 3 yıl gidip. Savadım çıkarıp aldım hazır. Sel durup funksiyalik noktalardan çıkıp çaksak duruyoruz. İtlum yegeni biz anla ağır bilmem. Ben mi bilmeyim onu hazır. Nijatkam Niyaz. Hemimiz yaxşı görülen bir yaxşı davyan, yaxşı rejissor akımız. Onun sırtında nurgun sanatkarlarının tuğunuşuna sebepçi bolgan. Şundaq mı? Hem Nijatkam bu da küldür programımızga bizning Ustaz Xalmurat Kamla bilan bahalığıcı bolup başqadan bir renk kirgizdi. Onu keyin Nijatkamning bir e'lon qilib qo'yay aka. Nijat yulduzi deb o'zining badiiy bir suratxonasi bor. Bilamiz-ku uni. Yapmak desek Nijatning yulduzi bo'lib etkanda u. Men ayılga Amerika ketgan Masih deganlarga qiziqmayman men. Shu sunniy amra chiqirdi ekan ular. Bizning odamlarning shaxsiy yulduzi bo'lib ketdi-da. Xalmurat Kamshik bilan borsak, mingdek yulduz qo'yib tashlashni kerak. Laqada. Nimachi jiq yulduz aka desak, vafqa 300 nagan, yaman tug'digan nimaga bu yulduz? Sen şansı situatı harıq silib. Nijatın yıldızını yığınlar. Gerilik. Hiç öz yanıdı. Özünüz çoğunluk kıldığan yıldızlar var. Apa çavak çep koy. Pul tapsam sileni bakamam ama. Ablatkamga, Nijatkamga çaqçaq qilib qo'ydim aka. Yulduzingiz texim egiz bo'lsin. Ras setitibdi men ko'rdim. Qarg'u yulduz. Ne yulduzlar mana? Ma ig'ir bo'lsak yulduzlar mana Nijatkamning yulduzlari ma bor. Ma yomon jimirlaydigan ma yulduzsan. O alqi Guljamaldan yulduz qo'shilgan. Hamragul adam, meniki yuragimdan yaxshi ko'radigan hurmatli adam. Hamragul adam yaxshi sanatkor. El tonuğan bizimki güzel bir nakşiyatımız buluştuğunda sanat o'qituvchisi edi, shundaqmi? Hamraguldan, Dilshodkam, men Shamsiyadamlardan men xizmatdosh. Nava programımızda Hamraguldan, Dilshodkam siz bahalg'uchi. Shamsiyadam muqim riyosatchi, men hata dapirdig'ini. Ashu qandaq kim yetishmasa shuningga yugurib qilmanda bu ishni. Muqim bir kasbim yo'q. Shu chaqda Hamraguldan men bir bilimni o'rganib olgan. O'zi uqmaydi. Nima bilim sana sahinde qandaq kiyim kiyish, sahinde qandaq hurmat qilishni Hamragul adam o'rganganman. Rahmat edi. Da qo'shib ketma oxiri bor-da bu gapni. Mana bu gapimga Dilshodkam guvoh. Nova programmasiniki bir yengillik san'at kechiligini o'tkazib, Hamraguldan bir naqsh etilgan bo'ldi. Vatanda bahorini aytding-ku-da. Ashu bir naqsh uchun, ashu sahinning hurmati uchun Shanxaydan bir sahne kiyim tiktirip geldi Hamraguldan. Andi el kiyim, andi benim Mishadilli başlandı qara. Muşundaqda. Moşto. Diyamısı, moştaq. O şöyle. Düp tügürek. Yuğan. Manın töpü Hamraguldan, mayqı gan köynek. Ben Dilshodkam bilan bir yerda o'tirib qaptim. Shunday, işte aytadi Hamragul. Vatanda bahor. Ağzıga dövüp tügürek. Hamraguldanga bir gulni açıp quchoqlab so'yib qaytish mumkin emas. Ko'ynakning uyg'onligida. Gulni açıp hada makilni bak. Hamraguldan mana. Hada yo'qda mana. Bahar ilham va tashlari yetmaydi qo'ling tashlari bak. Tashladi. İlimi inişip koyamaydı, gangsım etraf. Dilshodkam mekene deydi, nima etsem, Dilshodkam o't chaqchaq qildi. Hamraguldan bir to'nog'ul tushibdi. Meni ustozim qayda o'tadi, to'g'ri ko'ramayman-ku. Ayaman katta yerlarda o'tiribsiz aka. Ko'zning gapini qilmayman, Dilshodkam boy aka.
Demeyme aka. Ya sen kaçsan aka. Mening ko'zim ko'rmay qoldi. Dilshod akam mana ko'p qirliq san'atkor desa, bu Dilshod akamni desa, bo'lamdikin deyman endi. Meni hukm qilish huquqim yo'q. Mayli xalq naqshi etsin, mayli muqam etsin va yoki ijodiy 80-yillarning naqshlari etsin, birsidimi puchak bir yeri yo'q. Ko'z uyquda deb dey chiqadi. Ko'zga munosabatlikni yomonchi ketgan. Qari ko'z deb bir naqsi bor. Oy, qari ko'z ko'rishga munosabatli naqshlar jiq. Bir tush ko'rdim, ayam bo'ldi. Chaqchaq qo'ydim aka, aman bo'lgin, salomat bo'lgin. Ahadkam bilan Gulbakramdam ikkisi Xotandan kelibdi-da, mana yomon qo'shildim. Endi bu ikkisida bir qiyinchilik bor. Nurg'un tomoshabinlar Ahadkamdan Gulbakramdamni erayal deb qoldiga qara. Ras, bek yardı yutdi shu obraz mayli lapar o'yinsin, mayli yutdi o'yinsin. Hozir bular tushuntirib bo'lamay qizil qog'ozni yanchiq sepib yuradigan bo'pti. Mana ko'ra, mana meni Gulbakramdan ma'vo. Emas bizni. Bir kun Ahadkam o'zining ayoli bilan ketib qolsa, gap chiqib ketibdi. Ahad baqa ajrish ketibdi. Ahmadchikam, Ahtam, biz kichigimizdan tortib Ahmadchikamning naqshlarini anglab ching'agan. Men to'niganda Ahmadchikamning chashpasini mashtaqdi. Bir buzilmaydigan bir chash, ya, oqshim beshiq tagi qo'ymay yotamdi. Men naqshi mashqni hozirgacha to'xtatmabdi Ahmadchikam. Men işte anglayman. Bu bir zo'r tirishchanlik-ku. Unisiga Ahmadchikamning har vaqtda yetilgan naqshlari yana ayrim-ayrimga. Keç saat 2'ler kopyalip her akşam Arzuga demay yetin Ahmetcan tang etib ketdi bo'ldi etaveramsiz. Siz derizni bunda qarab oyni ko'r qilib aydan keyin yechida. Tangata yaqin tang sabasi. Mashriqdan kelgan keyin onam aytgancha aytib to'xtab qolgan. Mening yani kimlar qoldi? Savirdikan baka. Seni ko'rdim, sen paqiraysan-ku aka. Hayır iştisi deb o'zining maxsus xas bir programmasi bor, ko'ramiz. Hamma odamga aq ko'ngil. Ashadki, operatorlardan tatib choy quyib chiqdi. Aslida Genjonga quydi-ku, hozir bir oshxonalar kirsa, boshqa xaridorlar choy quydi-ku. Savirdikan akinlara deb. Choy yetishtiramay, hozir choyni eriqda boshlab mangdigan bo'ldi. Çay sel az da qas. Javlan chiqib bir yoqilab baqina biz ichib olganda choyni. Aka, tumarisini ichib olibdi deb. Ayoli eriqni beshiq bir choyni tashib tilportga. Savirdan choy tushdimi? Qarab yiqing. Mana Mahmud akam keldi. Men chiroq yo'rg'idi tozi. Menga afsus bo'lib qopti aka. Mahmud akamning endi bir nayt bir feyzi bir ovozi bor. Mahmud akamning bir nasr o'qipasmi odamni jig'i yamishidi. Odam va tabiat bilan shunday singib ketganda bizning qalbimizga Mahmud akamdan tilpunni paranglasangmi, odam va tabiatni anglayotganda his qilsan ekan. Ekan men bayonni Mahmud akam o'qibadi, tilpurib Mahmud akamga ishda bir ishot etsam, "Ha, Ro'zaxo yaxshi mavkam" deb keyindan o'sha Afrika yayloqlarida deydigandeklar. Endi biz qiziqchi bo'lgandan keyin o'zimizning tafakkuriga akirib, ashta o'ylaymiz-ku, o'zgartib. Mahmud akam favqulodda da'vatima. Ilqi o'qituvchi bo'lib qolsa-da, masalan, matematika o'qituvchisi bo'lib qolsa, Mahmud akam do'stga chiqib, o'quvchilar hozir darsni boshlaymiz. Matematika dars Amazon daryosidagi cho'ng anıtımsak 10 tuxum chiqadi. Bu ehtiyotsizlikdan bosirish jarayonida 4 tuxumni chiqib oldi. Sen ne tuxum qoldi? Aşağı ketsa demişdi. Afrika yalaqdirki oltishir birlashib 300 kiloluk bir kalni yevatdi. Tang bir kal necha kilodan go'shaydi? Nurnisa adam, meningki bir yurak adam. Bek yaxshi ko'raman Nurnisa adamni. Dadamma vahshe yaxshi ko'rdim Nurnisa adamni. Nurnisa adamni yaxshi yig'laydi dadam. Dehşe ekip getirip ajoyib aytyapti, "Juma Nurnisa, voy.
Qaysi naqshida desem Titanic yığılab ketdi. Ay, was fine degan yerini yomon ilib tutadi. Nima degan atgan Nurnisa, oya bir ko'rish degan bo'lsang, bu Titanicdan Nurnisa o'zi o'rib atmagan-da. Acayip. O mana Emregül adamdan men anılgan. Bu Titanic degan naqshini o'rindimak yomon tez. Shundaq qo'yadi, bu bir xalqarалық naqsha. Unusiya bir dengiz okeanda bo'lgan naqsha bu. Ayşu'nun Nurnisa'dan muşta qurg'oq kilometr Şinjan'da italaydi. Turpanda meşeke çukumu kömülüp iti tuttu. Su degan qo'lda küllük. Ular keram ag'inamişlar ekilib bir ko'lga Nurnisa'dan ekilib bir tangimni selib meşeke seko'da atadan bir ko'lda ata bo'ladi. Azroq aqandikilarni o'rib etinglar dedi o'rib atdi. Kechqurun qo'limizni pijiktor hayot qolganlar bormi? Hayot qolganlar bormi? Nurnisa'dan tangimni tepib itilib. Adam qaytdi. Rahmat aziz mehmonlar. Endi sizlarni bu chaqchaq degan yag'an gap birdam xo'shal qilay, birdam kayfiyatinglarni ochay deb ustozlarimga sal chaqchaq qilib qo'ydim. Endi rasmiy turda to'y sho'rimizni boshlab ketgan bo'lsak, rahmat sizlarga.